Assalomu alaykum. Python dasturlash tilini noldan o'rganamiz. Bu dasturlash tili maktab darslariga kiritilgan va o'rganish majburiy. Agar siz dasturlashga qiziqmasangiz, uni maktabda o'qiydigan farzandingiz yoki yaqinlaringizga jo'natib qo'ying. 3-dars. Satrlar bilan ishlash. Len input funksiyalari. O'tgan darsda o'zgaruvchilar va print funksiyasini o'rgandik. Keling shuni takrorlaylik. Endi ham sharh yozishni ham o'rgangan edik. Bu qismini kodni sharhlab qo'yaylik. Ana kontrolni bilan bo'lish tugmasini // deydi. O'shani bossak, ana bu qismi bajarilmay turadi. Endi bu qismi print nima qilardi bu? Bu ekranga chiqarardi. Sep nima qilardi optioni? Sep ana bu vergulni joylariga, demak chiqarganda agar bu bo'lmasa ochiq joy bilan chiqarardi. Sep bo'lgani uchun shu yerga chiziqcha qo'yib chiqaradi. Bu yerda chiziqcha bo'lgan. Demak salom, chiziqcha dunyo, chiziqcha undov. Buchi enchi oxiriga qo'yardi. Oxiriga demak ana bu smaylikni qo'yadi. Ana shuni ishga tushiraylik. Ana ishga tushirsak salom dunyo, ana bu emojini chiqaryapti. Bu demak o'tgan safargi darsimiz edi. Endi bugun siz bilan satrlar bilan ishlash, len va input funksiyalarini ko'rib chiqamiz. Xo'sh, keling bitta yangi 3-dars uchun fayl yaratib olaylik. Demak, satrlar bilan ishlash. Satrlar o'zi nima? Ana o'tgan safar ham yozgandik. Ana qo'shnoq bilan salom yozdikmi? Demak, bu satr bo'ladi. O'sha har qanday xohlagan gap nimaiki yozsak ham ana bu satr bo'ladi. Buni demak agar qo'shnoqni olsak, bu endi o'zgaruvchi deb o'ylaydi. O'zgaruvchilarni o'tgan safar o'tgan edik, qiymat bersa bo'ladi. Xo'sh, shu sababdan ham satrlarga qo'shtirnoq qo'yamiz biz. Xo'sh, endi qo'shtirnoq xohlasak ikkitalik qo'shtirnoq qo'yamiz, xohlasak bittalik qo'shtirnoq qo'yamiz. Ana farqi yo'q, ikkalasidan ham ishlayveradi. Mana masalan keling. Shuni ana a teng, ana salom dedik. Print a desak, ana bittalik qo'shtirnoqda ishlatsak, ana salom chiqaryapti. Endi xohlasak ikkitalik qo'shtirnoq ishlatamiz ana. Yana salom chiqaryapti. Endi agar qo'shtirnoqning ichida qo'shtirnoq ishlatmoqchi bo'lsangiz, shunga birinchi turning ichiga ikkinchi turni ishlatishimiz mumkin. Masalan, ana bunga masalan salom. Kelingki ana bu belgisini ishlatmoqchimiz. Bizda bu tutuq belgisi yoki harflar uchun ishlatiladi. Masalan, salom o'quvchi demoqchimiz. Endi qarang. Salom o'quvchi, ana bu qo'shtirnoqni chiqaryapti, ko'rdik-a? Endi agar teskarisini qilmoqchi bo'lsangiz-chi, masalan, bunda bu qo'shtirnoqning ichiga boshqa ko'chirma gap yozmoqchimiz. Masalan, Ali aytdi deb qo'shtirnoq ichiga, misol uchun, salom yoki o'qi deylik, to'g'rirog'i. Endi qarang. Yo'q, salom deyaveraylik hozir. Qarang, Ali aytdi, salom. Bu yerda qarang, bu qo'shtirnoqning ichiga bu ikkinchi qo'shtirnoqni ishlatishimiz mumkin bo'lyapti. Lekin endi qarang, Ali aytdi, o'qi demoqchi bo'lsak, bunda yoza olmaymiz. Nimaga? Chunki endi bu ana bu qo'shtirnoqni tugadi deb o'ylaydi. Aslida yoza olamiz. Ana bu oldiga ana bunaqa slash qo'ysak, o'sha backward slash deydi. Chappa-chapga bo'lishni qo'ysak, o'sha escape character deydi bunda. Ana xohlagan nimaga, ana bu qo'shtirnoqning ichiga bironta ma'no bildiruvchi simvollarni o'zini qo'ymoqchi bo'lsak, ana shu bilan qo'ysak bo'ladi. Masalan, Ali aytdi, o'qi. Demak, tushundik-a? Endi demak, bu satrlar bilan ishlashadi. Endi satrlarning uzunligi bo'ladi. Uzunligi bo'ladi. Salom deylik. O'sha uzunlik len funksiyasi bilan o'lchanadi. Bunda o'sha ana masalan salomda 1 2 3 4 5 ta belgi bor, ha? Demak, B
5 ta belgidan iborat bo'ladi va bu yerga b ni chiqarmoqchi bo'lsak 5 chiqadi hozir. Mana 5. Chunki buni uzunligi 5. Endi endi bu o'sha qo'shnoq ichidagi hamma belgini sanaydi. Faqat harfni emas. Masalan, salom dunyo desak, nima chiqadi deb o'ylaysiz? Qarang, 1, 2, 3, 4, 5 ana bu ochiq joyni ham sanaydi. 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 chiqadi hozir. Mana 11 chiqdi. Chunki xohlagan belgini bu o'sha bir bayt deydi o'zi informatikada. Ya'ni bitta belgi bitta bayt sanaladi. Bu bo'sh joy ham belgi hisoblanadi. Kompyuter uchun farqi yo'q. Biz insonlar uchun bu ochiq joy. Lekin kompyuter uchun bu hammasi belgi. Demak, bu len demak, satrni uzunligini o'lchaydigan funksiya ekan. Endi o'tgan safar o'zgaruvchilarni o'tgan edik-a? O'zgaruvchilarni. Masalan, biz shuni o'ziga ana a ni qo'ysak bo'ladi. Faqat Pythonda buni qila olamiz. Chunki bunda masalan, hozir bu satr tipli edi. Ana masalan, satr tipli salom dunyo bo'ldi. Endi bu yerda ana bu len a dedimi? Oldingi qiymatini ishlatadi bu yerda. Oldingi qiymat salom dunyomi? Shuni o'lchaydi-da, len bilan uzunligini. Endi bu int tipida bo'ladi. Tiplarni yana keyinroq yana o'rganamiz. O'tgan safar ham ko'rdik. Son bor edi, ana bu satr bor edi. Demak, bu endi son tipida bo'lib qoladi va a ni o'zini chiqaryapmiz. Demak, o'ziga qiymat berayotganda buni oldingi o'zini qiymatini ishlatishimiz mumkin ekan. Ana 11 chiqyapti. Xo'sh, yoki masalan a teng salom dedik. A teng a plus ha, bu satrlar orasida plus bilan qo'shishimiz mumkin. Masalan, salom dunyo deymiz. Agar bu ochiq joyni qo'ymasak, ana yopishtirib chiqaradi. Salom dunyo. Nimaga? Qarang. Bu yerda a teng deymiz, qiymat beryapmiz. Oldingi qiymatini olyapti-da a ni va dunyoni qo'shib qo'yapti. Ana qo'shish, demak, satrlar orasida qo'shishni bajarish mumkin ekan. Shu yopishtirib qo'yadi. Demak, salom dunyo. Agar qo'shmoqchi bo'lmasak, ana bu yerda ochiq joyni qo'yamizda. Mana salom dunyo deb chiqaryapti. Endi bu yerda masalan satrlar orasida hech qanaqa ayirish yoki bo'lishni bajarib bo'lmaydi. Mana bajarib bo'lmaydi. Faqat ko'paytirishni bajarish mumkin. Ko'paytirish masalan mana bunday qilsak nima bo'ladi deb o'ylaysiz? O'tgan safar buni ozgina ko'rib o'tgan edik. Qarang. A ko'paytirilgan 2 desak, salomni 2 marta yozadi-da, keyin ana buni ana bunday qilaylik, ochiq joy bo'lishi uchun. Demak, salom, salom, keyin buni qo'shadi, dunyo bo'ladi. Oldingi qiymatini ishlatyapti a ni o'ziga, ko'ryapmiz va aga yangi qiymat yozadi. Va a salom, salom dunyo bo'ladi va bu yerga chiqaradi. Ana salom, salom dunyo. Demak, tushundik-a? Bu ko'paytirish o'sha necha marta bo'lsa, o'shancha ko'paytiradi. Endi demak, satrlar bilan ishlashni ko'rdik. Ha, endi bu yerda faqat bitta qator edi-a? Buni qo'shnoqni ko'rdik va ana bu bittalik bu orqali ham ko'rdik. Endi masalan, sizning satringiz uzun bir nechta qator bo'lsa, misol uchun a teng deymizda, ana bunda 3 ta yozamiz. Qarang, 3 ta. 3 ta yozsak, endi buni bu a teng deb bu yerga boshi bunday bo'lishi kerak. Xo'sh. Ana bu yerga endi xohlagancha salom dunyo. Bu birinchi qator. Bugun havo yaxshi. Bu ikkinchi qator. Bugun Ramazonning 27-kuni. Chiziqcha qo'ysak ham tushunib beriladi. Kuni. Masalan 27-kuni. Endi mana print a desak, run qilsak, qarang, to'liq chiqaryapti. Salom dunyo. Bugun havo yaxshi. Bugun Ramazonning 27-kuni. Demak, ana bu bir nechta qatordan iborat bo'lsa, 3 ta qo'shnoq ishlatar ekanmiz satrlarda. Endi buni joyiga 3 ta bunaqa ishlatsak ham bo'laveradi. Farqi yo'q. Mana olib bu yerga qo'ysak, ishlayveradi. Yana shu narsani chiqardi. Xo'sh, demak, satrlar bilan ishlashni o'rgandik.
ularni qo'shib bo'ladi va ko'paytirib bo'ladi. Ko'paytirganda o'sha bir necha marta demak takrorlaydi. Endi input lenni o'rgandik. Uzunligi ana masalan bu yerga len desak, qancha ekan? Shuni uzunligi ana shu o'zi 57 ta. Ana bu sanab chiqsak hozir ana 57 ta chiqadi. Agar mabodo masalan undan keyin ana bunday uzun tugmani bosgan bo'lsak, bizga ko'rinmaydi, lekin bu yana ishlaydi. Masalan, ikkita bosdik, hozir 59 bo'lishi kerak. Mana 59 bo'ldi. Ko'rdik-a? Chunki ana bu yerda bizga ko'rinmaydi, lekin uzun tugma bor. Va undan keyin mana enter tugmasi bosilgan va davomidan sanab ketadi. Xo'sh, endi input funksiyasi. Input funksiyasi ekrandan o'qib oladi. Ekrandan o'qib oladi. Xo'sh, qarang. A teng input ismingiz nima desak va print qarang. Ismingiz yo salom qo'shilgan a desak. Nima bo'lyapti? Ana bu input ana buni ekranga chiqaradida va kutib turadi bizdan input talab qiladi. Ya'ni biror narsa kiritishimizni talab qiladi va o'sha kiritilgan narsani a ga yozadi va o'sha a ni bu yerga salomga qo'shib chiqaradi. Mana masalan, ismingiz nima? Kelingki Ali desak, mana salom Ali deyapti. Mana Hikmat desak, salom Hikmat. Xo'sh, endi inputda bu faqat string tipida o'sha ana bu satrlar string tipida deyiladi-da. Satr tipida oladi faqat. Endi buni keyinchalik hali o'tamiz. Integer tipiga, ya'ni o'sha son tipiga o'girishni keyin o'rganamiz. Agar masalan, kiritilgan songa masalan 5 ni qo'shib chiqarish kerak yoki 10 ni qo'shib yoki kvadratni chiqarish kerak bo'lsa, buni avval son tipiga o'girib olib, keyin operator uning ustida arifmetik amallar bajara olamiz. Masalan, yoshingiz nechada desa, hozircha ani chiqaryapti, ha? Qarang. Masalan, yoshingiz nechada dedi. Misol uchun 25 ta desak, 25 ni chiqaryapti. Endi lekin siz masalan aytmoqchisizki, siz 10 yildan keyin misol uchun 10 plus 10 qilmoqchi bo'lsangiz, ana plus 10 qilmoqchi bo'lsak, bu yerga bajarmaydi. Nimaga? Chunki bu satr tipida o'qib olyapti. Ana xatolik beradi hozir. Endi yoshingiz nechada? 25 desak, xatolik deyapti. Bunga qo'sha olmayman deyapti. Agar bu 10 ni bunday qilib qo'ysakchi, unda bu faqat satr deb o'yladi-yu, ana masalan 25 desak, 25 ga 10 ni bunday yopishtirib qo'yadi xolos. Tushundik-a? Demak, buni hali keyingi darslarda o'tamiz. Son tipiga o'girib olib, keyin ustida arifmetik amallar bajarsak bo'ladi. Xo'sh, masalan, yaxshi ko'rgan, qaranglar, endi ana bunaqa qo'shnoqning ichiga ana buni ham ishlatyapmiz. Ko'rgan, rangingiz bu yerga demak b teng siz plus a plus rangini yoqtirasiz. Print b. Qarang. Demak, yaxshi ko'rgan rangingiz, misol uchun yashil desak, siz yashil rangini yoqtirasiz deb chiqaryapti. Xo'sh, demak bu ekrandan satr tipida inputni demak satr tipida o'qib olishni o'rgandik, lenni o'rgandik. Endi keling sizga uyga vazifa beraylik. Ana bu sizningcha nimani chiqaradi? Va a ga na deb qo'yganmiz. Bu yerga a teng. Endi bunaqa qo'shnoq bilan a qo'shilgan ochiq joy a ko'paytirilgan 2 qo'shilgan s qo'shilgan bu belgi ko'paytirilgan 3. Bu nimani chiqaradi? Kommentda yozib qoldiringlar. Pastda izohda yozib qoldiring nima chiqarishini. Keyingi dars buni nima chiqarishini o'rganib va keyingi darsni davom ettiramiz nasib bo'lsa. Demak, bugungi dars shu edi. Salomat bo'linglar. Obuna bo'lamiz. Quyida Telegram, YouTube va Instagramdagi kanal manzillari. Ilm tarqalishiga hissa qo'shish uchun like bosamiz.
keyingi videolarni o'tkazib yubormasligi uchun qo'ng'iroqchani bosamiz.